Assalomu alaykum, qadrli dehqonchilik ishqibozlari. Mana bugun karamlarimiz uchun har xil qurt, hasharot, parazitlarga qarshi dori olib keldik. Folierda 65% Kohinoor Agro kompaniyasidan ta'sir qilishlik ko'rsatkichi ancha yuqori, yaxshi. Endi buni birinchi marta ishlatyapmiz, ko'ramiz. Buni qo'llanish tarkibi 10 litr suvga 20 gram qo'shiladi va ekinlarni bargidan beriladi. Bunisi esa karamimizga vitamin tariqasida beryapmiz. O'sishiga, rivojlanishiga ancha katta foyda beradi. Buni qo'llanish tarkibi esa 10 litr suvga 50 gram qo'shiladi. Bu ko'proq qo'shiladi. Xullas, nasib inshaalloh ertaga beramiz. Natijasini birgalikda kuzatamiz. Obuna bo'ling, layklarni bosing. Kanalimiz rivoji uchun qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz.